O'zi boy bo'lish oson, bittagina duo yetadi. Bir kun ustozimdan hazil aralash so'radim-da, Qur'oni Karimda boshqa kitoblarda hamma narsa bor. Bitta dona duo o'qib boyib ketsa bo'lmaydimi deb so'rasam, bor unaqa duo dedilar. Dedim, unda o'rgating dedim, ertalabdan kechgacha yugur-yugur qilib yuribmiz, va pul topamiz deb. Bitta duoni o'qib boy bo'lib ketsa zo'r ekan-ku dedim. Aytdilarki, agar shu ishni qilsangiz, o'rgataman dedilar. Bitta oldida sharti bor dedilar. Faqat aniq qilaman-da, o'rgataman dedilar. Albatta qilaman dedim. Keyin ular tushuntirib berdilar. Sharti 40 kun davomida Voqea surasini xatm qilasiz dedilar. Xatm qilganda ham o'zini qonun qoidasi bor. 40 kun davomida birinchi kuni 1 marta, ikkinchi kuni 2 marta, 40-kuni 40 marta xatm qilishingiz kerak dedilar. Aytdim, bo'ldi, qilsa bo'ladigan narsa ekan deb kirishdim. Voqea surasi o'rtacha sura, taxminan 2,5-3 minut o'qib tugatsangiz bo'ladi. Birinchi kuni bitta xatm qildim, ikkinchi kuni ikkita, 18 yo 19-kuni ketadigan bo'lib qoldim, qolib ketdi. Keyin ustozimdan so'rasam,